Longbridge kompaniyasini marketing plani qanaqa o'zi degan savollarga men javob berib o'tsam, Longbridge kompaniyasini marketing plani umuman boshqa kompaniyaning marketing planlariga o'xshamaydi. Bu yerda 7 xil daromad turi bor, 3 xil kunlik daromad bor. Ya'ni birinchi liniyangizga taklif qilgan odamdan referalniy bonus olasiz, shaxsiy taklifdan. Referalniy at referalki takliflaringizni takliflaridan pul olasiz. Cheka degan daromad turini olasiz. Bu har bir hamkoringiz daromad olsa sizga ustozi bo'lganingiz uchun daromad chiqazib beradi kompaniya. Har oyning 10 sanasida komandaviy tabrabrutda mashina uchun, sayohat uchun pul beriladi. Endi Diamond 5 lavozimidan boshlab siz yana 4 xil daromad turini olasiz. Komandaviy tabrabrut uchun alohida kompaniya pul to'laydi. Повторный komandaviy tabrabrut uchun alohida pul to'laydi. SNG tabrabarutlaridan bo'layotgan tabrabarutdan 1,5% dan dividend uchun pul to'laydi. 7 xil daromad turi. Alohida shaxsiy taklif uchun, takliflaringizni takliflari uchun pul to'laydi, cheka to'laydi. Jamoaviy qilingan tabrabarut uchun alohida pul to'laydi. SNG tabrabarutlaridan alohida pul to'laydi. Xullas, qizlar, bu yerda har bir qilgan mehnatlaringiz uchun alohida pul to'laydi. Majburiy xarid, mahsulotingni sot, aktivatsiya, baldan tushib qolasan, komandang 0 holga tushadi, atrif ushlashing kerak degan narsalar umuman yo'q. Cheklovlarsiz mazza qilib ishlaydigan kompaniya. Agarda siz kompaniyaga a'zo bo'lganingizdan keyin mahsulotlarni ro'zg'oringizda shampun, geldilar, do'st, umniy pasta, posуда gel shunaqa mahsulotlaringiz tugab qoldi. Bozor narxi bilan bir xil. Tabiiy ekologik toza mahsulot olasiz. Mana shu mahsulot olganingiz uchun ham 7% dan 22% gacha bu kompaniyada sizga daromad to'lab beradi. Endi aytingchi. Alohida kompaniyalar qaysi kompaniya sizga alohida pul to'laydi? Kompaniyalar faqatgina ob'yom uchun pul to'laydi. Masalan, klassika kompaniyalarda faqat ob'yom qilasiz, o'sha ob'yomingizga yarasha pul olasiz. Bu yerda ob'yom uchun alohida, shaxsiy takliflar uchun alohida, takliflaringizning takliflari uchun alohida. Xullas, har bir mehnatingiz uchun alohida pul to'lanadi Longbridge'da. Ko'rdingizmi? Marketing shunaqangi gibrid marketingki, hamma kompaniyaning marketing planini qo'shganda bu yerda, lekin har biriga alohida daromad to'laydi. Shunaqa kompaniyada ishlash kerak qizlar. Yangi marketing, yangi biznes. Keling, safimizga qo'shiling. Mazza qilib ishlaysiz bu yerda.